Avtomobil yo'llarida qayd etilgan avtohalokatlar tahlil qilinganda aksariyat hollarda tungi vaqtda yuzaga kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Ana shularni inobatga olgan holda ko'ngilsiz holatlarning oldini olish maqsadida tungi vaqtda profilaktik reyd tadbirlari o'tkazilyapti. Navbatdagi manzil Toshkent viloyatining Ohangaron va Toshkent tumanlari. Nazorat tadbirlarida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan bir qator qoidabuzar haydovchilar aniqlanib, transport vositalari jarima maydoniga qo'yildi. Reyd tadbirlar davomida Malibu rusumli transport vositasi haydovchi to'xtatilib, transport vositasining tegishli hujjatlari tekshirilganda, transport vositasining old yon oynalarining ruxsatnomasi o'tib ketgan holatda transport vositasini boshqarganligi uchun haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 126-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Ohangaron tuman Telov mufidi ushbu transport vositasi to'xtatilganda yonida hech qanday hujjat yo'qligi aniqlandi va transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Ushbu Lacetti transport vositasi to'xtatilganda planshet orqali tekshirilganda qidiruvdaligi ma'lum bo'ldi. Ushbu transport vositasi Ohangaron shahar jarima maydonchasiga joylashtirildi. Shu kungi o'tkazilgan reydlar davomida 100 dan ortiq qoidabuzarliklar aniqlanib, transport vositalari jarima maydoniga joylashtirildi. Bunday profilaktik reyd tadbirlarini viloyatning boshqa tuman shaharlarida ham o'tkazish rejalashtirilgan.